ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз. аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро то охир тамошо кунед. кӯмак хеле лозим аст. барои табобат гирифтан 15000 сомон лозим аст. инчунин душанбе сити дорам дар рӯи экран мондагӣ ба номи фарзандашон ҳаст карти душанбе сити. ва бисёри одамо комментария мекунанд ки барои чӣ нохушхабар нависӣ. барои оне ки кӯмак лозим аст гуфта видеоро партом ҳеҷ кас тамошо намекунад. барои нохушхабар одамо бисёр тамошо мекунанд ки чӣ нохушхабар аст ин видео гуфта. барои ҳамин сабаб номи видео нохушхабар дар шаҳри Конибодом аст. дӯстон хайр рафтем, видеоро то охир тамошо кунед. Assalomu alaykum qadrdonlar. Ilohim sizlardan so'rayman, menga yordam qilishlaringni. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Meni ham 4 ta bolam bor. Shularga qaramog'idaman. Kichkintoyim hali uylaganim yo'q. Men kasalman. Oxirim nima bo'lar bilmayman. Yordam qilsalaring tuzalib qolarman degan umidda sizlardan iltimos qilyapman. Meni kasalimga bir 5-10 yilam bo'lib qoldi. Men 3 o'rta turaman. Meni qaragan doktorim Isoqov qaraydi. Jigarimda g'aramligiga jigar kasal siroz degan. Hozir endi bo'lsa Jenskiy tomonidan onkologik kasal bo'lib qoldim. Buni oldini ololmayapman. Yordam qilib yuborsalaringiz, operatsiya qilsa tuzalib qolarman degan niyatda sizlardan so'rayapman. Ilohim sizlarga mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Men bordim doktorga. Analizlar hamma yo'g'ini topshirdim. Operatsiya qilishga ular ko'nmadi. Nimagaki menda o'shanaqa mablag' yo'q edi. 15 ming zamon shunday so'rashdi. U bordi keldimdan tashqari. Shunday qo'liga, qo'l haqqilariga. Menda unaqa mablag' yo'q. Iloji bo'lsa yordam qilsalaring. Operatsiya qilgizib olardim. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin sizlarga. Bolalarim bag'riga sog' salomat bo'lgim keladi. Hali kichkintoy o'g'lim bor armiyada. Hali uni uylab joylaganim yo'q. Ilohi omin. Zog'iyar shahrida yurgan yigit qizlarni jufti bilan bo'lgan kelin kuyovlarni baxtiga sog' salomat qo'chqordek o'g'il bersin, farzand yo'qlarga farzand bersin Xudoyim. Ilohim shu niyatda menga yordam qilsalar, ajoymas ularga ham farzand ato qilsa Xudoy taolo. Hammalari qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Yigitlar, qizlar baxtli bo'lsin. Men niyatim shularni birontasiga ham shikast yetmay ishlab yursin. Tan-joni sahat bo'lsinlar. Hammalarini umrlari boqiy bo'lsinlar. Balasi yo'qlarga bala bersin Xudoyim. Hammalarini duo qilib Allohdan so'rayman. Allohim ularga ham rizqini, ro'zini ayamasin, o'g'il qizlardan bersin. Men o'g'limdek o'g'il bo'lsin, qizimdek qiz bo'lsin ularga ham. Endi hammasiga sog' salomatlik tiladim. Uzoq umr, baxt, saodatli bo'lsin. Hammasi ham bola chaqalari ko'paysin ilohim. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin ilohim. Amin. Alloh.